Assalomu alaykum. Men ismim Ahmadjon Ahmadjonov. Bugungi videoyim chakralar to'g'risida. Mana uzoq muddat kuzatganimda mana shu yo'nalishda o'rgatadigan trenerlarni deyarli hammasi chakralarni ranglarga bo'lib chiqishadi. Qaysidir chakra qizil rangda, qaysidir chakra yana boshqacha rangda deyshadi. Bu narsa noto'g'ri. Chakralarning rangi bo'lmaydi. Chakrani bitta rangi bo'ladi, tumanga o'xshagan rang bo'ladi, prozrachniy rang bo'ladi. Chunki bu chakra o'zidan energiya chiqaradi. Energiyaning rangi tumanga o'xshagan prozrachniy rang. Chakrani o'zi azaldan meditatsiya orqali rivojlantirishgan. Meditatsiya orqali chakrani rivojlantirsa bo'ladi. Bu qiyin yo'l. Mana misol uchun magazinga ketyapsiz, to'g'ri yuzda turibdi magazin. To'g'ri yo'l bilan borsangiz 5 minutda yetib borasiz. Yana yoningizda yo'l bor, mahallaning orasidan borsangiz bo'ladi. U bilan siz yarim soatda yetib borasiz. Bu qiyin yo'l. Xuddi shunaqa meditatsiya orqali rivojlantirish bu qiyin yo'l. Даже yetib bora olmasligingiz ham mumkin. Bu magazinga mahallaning orasidan borsangiz adashib qolishingiz ham mumkin. Men misol tariqasida aytaman bu narsani. Shu meditatsiya orqali rivojlantirishganda mana shu chakrani ranglarini, bu rang misol uchun mana qizil rangmi, bu как yakor ishlagan. Shu meditatsiyaning texnikasida bu qizil rang yakor hisobida bo'lgan, langar sifatida. Misol uchun mana siz mana shu odam turgan bo'lsa, bu chakrani qizil rang turibdi va orqasida o'sha chakra turibdi. Meditatsiya orqali mana shu rangi bilan bog'lanib, rangi orqasida chakra turibdi. Rang bilan bog'lanib chakraga kirishgan va shuni hisobidan ko'tarishgan chakrani. Rang bu faqat yakor sifatida ishlatiladigan narsa. Bu chakraning rangi emas.